Akalar qaranglar, udalligini. Qalbi qo'limiz qaranglar akalar. Qirg'iziston nima ekan, xudo xolsa. Assalomu alaykum. Islomjonov YouTube kanali obunachilari, Chorva ishqibozlari, buqa, unajin, sigir ishqibozlari. Akalar, bugun xudo xolsa mana dehqon akamizdan bittagina avlikol unajinimiz bor ekan. Xudo xolsa sizlarga chiroyli qilib yoritib berish maqsadida keldik. Dehqondan ham chiqar deyapsizlar. Mana uyga kelib bo'lsa ham video qilgan keldi akalar, xudo xolsa. Sifati o'ta ham gap yo'q. Mana novos o'xshaydi, ha, turishini qarang. Mana hurmatli obunachilar. Xo'p, manzilimizni eslatib o'tamiz nima, obunachilar? Xo'p, Andijon viloyati, Paxtaobod tumani, Yolg'izboq, Novgo'cha mahallaning nomi shunaqa ekan, akalar. Xo'p. Bunimiz aka narxi nech pul deyapsiz? 16 deyapmiz, kamaydi. 16 kam bor. 16 million so'm harini qilib, chiroy qilib berishadi akalar. Mana qaranglar, kallalarni qaranglar buni jonivorni. Baqib akalar urib qolib shunday tashab qo'yaman deydigan aka-ukalarimiz bo'ladigan bo'lsa, baqib oxirigacha yetkazib buni sigir qilaman deydiganlar bo'lsa, hali avlikolni sigirini ko'rganimiz yo'q. Shu paytgacha bozorda sigirni bir normalnisini ko'rganimiz yo'q akalar. Agar zotiga qiziqaman, men olaman deydigan aka-ukalarimiz bo'lsa, bemalol telefon qila olasizlar, xudo xolasa obunachilar. Ekranga telefon nomerlari bilan chiqarib qo'yamiz. Bo'y aka qancha keladi bunimiz? Bo'yi 1.12 chiqdi, 1.10 ga olishamiz. 1.12 bo'ylari chiqqan, hurmatli obunachilar. Mana ko'ramiz. 1.12 chiqqan bo'ylari. Xo'p. 16 million so'm kam bor deyapti. 1.10 ga olasizlar ekan bo'yni. Yeb ichishi ham yo'g'i joyida aka. Yeb ichishi bir hafta sinab nima qilib olinadi, hurmatli obunachilar. Toza avlikol. Zotiga qiziqqan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana xudo xolasa sizlarga tavsiya qilamiz, hurmatli obunachilar. Albatta bu videoda birinchi o'chiritda shunaqangi zotiga qiziqadigan aka-ukalarga tas etib adresani bosib qo'ysanglar, xudo xolasa oladigan odamga yetib boradi. Layklarni albatta bosishni unutmanglar, hurmatli obunachilar. Molimiz aka yechib shunday yetalab nima qilib beringda. Bir yechib ko'rishsin. Mana akalar. Mol 1 oy, 2 oydan beri mana shu nimadan chiqmagan, hurmatli obunachilar. Tashqari chiqmagan. Egalik qilyapti mana. Xudo xolasa salomatchiligi joyida deyishyapti. Amyog'iga bir hafta xudo xolasa. Yashir germatikdan tashqari bir haftasiga xudo xolasa nima bor? Sinovi bor. Yeb ichishni ham yo'g'ini sinov olasizlar, hurmatli obunachilar. Yashir bo'lib o'tgan-a? Yashir bo'lib o'tgan, hurmatli obunachilar. Mol umuman emlashlari ham bo'lgan-a? Emlashlari bo'lgan ekan akalar. Orqalarini qaranglar bu jonivorni. Baqaman deydigan ishqibozlari bo'lsa telefon qilinglar, hurmatli obunachilar. Foydalangani ham olsa bo'laveradi. Bemalol olib baqaman deydiganlar bo'lsa baqalaveradi. Sotaman deydiganlar bo'lsa shunday akamiz bilan kelishib, aloqalashib, xudo xolasa gaplashaverasizlar, hurmatli obunachilar. Aka, mabodo molga uzoqroqdan telefon qilish bo'lsa, qiziqib qolishsa, uzoqroqqa ham nima qilaveramiz, xudo xolasa aka? Sotilaveradi. Dastavkamiz yo'q-a? Dastavkamiz yo'q. O'zi olib ketaveradi uydan kelib. Kelishilgan holatda nima qilinaveradi, hurmatli obunachilar? O'zingizlar kelib, manzilni lokatsiyani Telegram kanalimiz bor. Shu videoda opisaniyasida qo'yib qo'yamiz, xudo xolasa Telegram kanalimiz. Shunday bosib kirasizlar. Keyin Telegram kanalimizdan lokatsiyani olishinglar mumkin bo'ladi. Keyin akamiz qo'yiladigan telefon nomeringizda aka Telegram, WhatsApp bor-a? Telegram, WhatsApp bor. Mabodo Rossiyadan ko'rib men olib beraman deydiganlar bo'lib qoladigan bo'lsa, kartamizchi aka. Kartalarimizdan topish problema emas, xudo xolasa. Kartani hurmatli obunachilar, mabodo Rossiyadan ko'rib qiziqib olaman deydigan aka-ukalarimiz bo'lib qolsa, mabodo kartaga pulni o'tkaza olasizlar, narxini kelishib bo'lsanglar, dogovorni qilib olsanglar aka, mashinasini jo'nata olasiz, shunday olib ketilaveradi, xudo xolasa. Mana hurmatli obunachilar. Orqalarini qaranglar. Baylaring aka. Baylang nashiga. Orqalarini ham chiroyli qilib ko'rsatib qo'y. Molimizni. Mana akalar. Orqasiga bir e'tibor berib qo'yasizlar. Orqalari keng, ustilari ham
Akalar, pachka xudo xolasa. Udarlardan xudo xolasa. Dehqondan so'ra bor, uyga borib bo'lsa ham ol deydigan aka-ukalarimiz chiqib qoladi-da. Shuning uchun spesial uzoqroq bo'lsa ham, menga uzoqroq bo'lsa ham keldim akalar. Sizlar uchun ishonarli degan uchun uygacha yetib keldik, hurmatli obunachilar. Mana. Molimizni orqa oldi har tarafdan ko'rinishi xudo xolasa mana akalar. Qiziqqanlar ishqibozlar bo'lsa telefon qila olasizlar. Manzilimizni yana bir bor eslatib o'tamiz. Andijon viloyati Paxtaobod tumani, Yolg'izvoq, Novko'cha. Shunda kelasizlar akalar, mol xohlasanglar kelib usta ko'rib, aka, usta kelib savdo qilgan yaxshi baribir. Kamerada kichkina bo'lishi ham mumkin yoki katta ko'rinib qolishi ham mumkin, hurmatli obunachilar. Shuni inobatga olib, kelib turib nima qilib gaplashsanglar yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Maqsadga muvofiq bo'ladi akalar. Sizlarga men tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Men pechatlari Qirg'iziston pechat akalar mana. Ranglarligi taqib ham qo'ya oladi-da. Boshqa pechat taqib ham qo'ya oladi, hurmatli obunachilar. Xo'p. Mana shu molimiz akalar bitta ekan soniga. Narilar sotasizmi desam, Shveti bor ekan, yo'q, ular sotmayman dedi. Mashinasini sotaman deb qoldi. Mana akalar. Qiziqqanlar kirib lokatsiyani olishingiz mumkin. Yo bo'lmasa akamizga Telegram orqali shunday nomerni saqlanib turib yozsanglar, lokatsiyani shunday tashab beradi. Bemalol kelib ko'ringlar. Uzoqdan musofirda yurgan aka-ukalarimiz mabodo qiziqib qolsanglar, shu Telegram, WhatsApp orqali videoyingizdan telefon qilsanglar, videoyingizdan ko'rib, polni savol javobini molni ham ko'rsatadi, ham yeb ichlarini ham aka oldiga bu narsa qo'yib, yeb ichini ham video qilib tashab beraveradi. Mabodo Rossiyadan ko'radigan aka-ukalarimiz bo'lsa, ko'proq musofirda yurtaylar ko'ryapti, qiziqyapti. Bozorlardan uydan ham oling yoki arzonroq chiqib qolsa deyapti. Shular bemalol uyga mol baylayman deydiganlar bo'lsa, urib qolib zotga tashab qo'ysanglar bo'laveradi akalar, xudo xolasa. Katta bo'lgandan keyin ham xudo xolasa kelajagi bor narsa. Bu hali avlikolda hech kim hali sigir qilib baqani ko'rganimiz yo'q. Endi xudo xolasa kim oladigan bo'lsa ham buni buyog'i zotdorlari ko'payib qolyapti bozorlarimizda ham, xudo xolasa. Bozorda ham xudo xolasa uchratib qolamiz degan umiddamiz akalar. Mana shu bitta molimiz bo'ldi akalar. Ajratgan vaqtingizga rozi bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar akalar. Samigilarni esa akalar bittadan like bosib, shunaqa do'stinglarga, chorvachilikka qiziqadigan do'stinglarga yuborib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Sizlar bilan islom jonimiz bo'ldi akalar.